Koronarografiya tekshiruvi bu nima? Hozirgi vaqtda xalqimizda juda ham rusum bo'lgan bir so'z bor, ya'ni stent qo'yish. Lekin stent qo'yish uchun birinchi navbatda koronarografiya tekshiruvini o'tkazish kerak. Faqat ko'rsatma bo'lgan taqdirdagina koronarografiya tekshiruvi o'tkaziladi. Yuragingizda og'riq, yurganda charchash, hansirash belgilari bo'lsa, naslingizda yurak xastaligi bilan kasallangan bemorlar bo'lsa va tekshiruv natijalariga ko'ra sizda koronarografiya tekshiruviga o'tkazishga ko'rsatma bo'lsa, koronarografiya tekshiruvidan qo'rqmaslik kerak. Hozirgi vaqtda butun dunyo meditsinasida koronarografiya tekshiruvi bu oltin standart hisoblanadi. Bu tekshiruv orqali yuragingizdagi tomirlarning qay holatda ekanligi aniqlanadi va keyinchalik qaysi davo chorasi qo'llanishi belgilab qo'yiladi. Sizda yuqorida ko'rsatilgan shikoyatlar, ko'rsatmalar bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Sizning sog'lig'ingiz men uchun muhim.